Öz-özünü aldaş. Abduri Eliot Sperling. Tərcümədə Əkrəm İlk. Abdur Eliot Sperling professor. Dünyadakı ən nüfuzluq Tibet tarixi və Tibet-Xitay münasibəti tədqiqatçılarının biri. Amerika Indiana Universiteti Mərkəzi Euro-Asiya İlm Fakülteti Tibet tədqiqatı proqramısının müdiri. Abdurning bu yazması 2014 yılı 5. ayda Buddizm uçurları to'rida e'lon qilingan. Bu yazmani tarjima qilib sunishimdagi maqsad biz bilan o'xshash taqdir va dushmanga duch kelgan Tibetlarning biz uchraganga o'xshash qiyinchiliklar oldida qandoq tingirqig'ini va boshqa millatdan bo'lgan xalqaro darajalik bir mutaxassisning buningga qandoq qarag'inini o'qirmanlarga tonutishdir. Tahrirlar mening uzun yillardan beri Tibet masalasida tutgan har xil maydonlarimni xulosalab bir maqola yozib chiqishimni talab qildi. Buni xushallik bilan qabul qildim va ilgirki necha parcha yozmamdagi nuqtalarning yo'g'rilmasi sifatida bu obzorni taqdim etdim. Bu nuqtalar asosan o'z-o'zini aldash temasiga munosabatlikdir. Tibet davosini qo'llovchilar və Tibet sürgündəki rəhbərlərinin söz hərəkətlerindən davamlıq ifadelenib turduğan qalaymaqançılıq və izchilsizlikni nəzərdə tutqanımızda bu temanın nəhayətmi bab gəlgənligini his qıla alayımız. Əslidəki sürgündəki hökumətinin dərəcəsini tövəllitishdən şəkillənən Tibet xalq orqanı. Bu yerdə mən ustadlıq bilan qoyulğan nam Tibet Məmuri Mərkəzini emas, bəlkə Tibet tilidəki həqiqi atalğını işlətdim. Shuncha ro'shan bo'lgan mushu nuqtani tunishni rad qilyotidi. Ya'ni, mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar u kishi Dalay Lama va muhojiratdagi Tibet rahbarlarining o'tir yo'l siyosatini qo'llaganli bo'lsa, u kishining Tibetga erkinlik degan bu hukmning har qanday aqalliy aniqlamasidan xili yiroqlashib ketgan bo'ladi. Bu munozara talab qilmaydigan haqiqatdir. Boshqalarni demay turaylik. Lobsang Sangay şəxsən özü nəhayət aniq qılıb, öz təşkilatının Xitay Kompartiyasının Tibetdəki hökmranlığını himayə qılmaqçı ikənligini, istəydiğən birdən-bir özgürüşünün yerlik partiya orqanlarında Tibetlərinin görünərlik mənsəblərini tutuşu ikənligini bayan qıldı. Xudi Xitay Kompartiyası bu qorcaq mənsəbləriga qoyduğanğa özünün sadiq Tibetlərini tapalmay qalğandək. Xudi yerlik partiya orqanları Beyjingə qaramaydıqandək. Shundaq qilib, Tibet mustaqil davlatdir degan ideyani chiqish qilib, 50 necha yilning oldida muhojiratda boshlangan bu kurash 25 yilning oldida yo'lga qo'yilgan o'ttir yo'l siyosati tarafidan bitjit qilindi. Garchi yanala nishonimiz Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan birlikda Tibetni demokratik siyosiy gavda qilib qurib chiqishdir deb ta'kidlayotgan bo'lsa-mu. Hozirgi nishoni bo'lsa, Tibetda hech qanday bir demokratik sistema qurish bo'lmasdan, balki Xitoy Kommunistik partiyasining hukmronligini saqlab qolish va uningdagi rahbarlik o'rinlarini Tibetlar bilan to'ldirishdan iborat. Ammo bu xil sal o'rlab ondan pastga tushib ketish dastlabida, ya'ni o'tir yo'l siyosati boshlanganda aniq bo'lib bo'lgan edi. Agar bu yerda degan har qanday so'zlarimning birarsi kishilarni hayron qoldirsa yoki silkindirgan bo'lsa, u faqat Orwellning doim deydigan kishi ko'z oldidagi narsani ko'rish uchun to'xtamay tirkishish kerakdir degan so'zining to'g'riligini isbotlaydi xolos. Dalay Lamaning 1988 yili Tibet mustaqilligidan voz kechganini jakolab, o'z boshchiligidagi bu harakatning Tibetni yuqorida tilga ilingandek Xitoy davlati ichidagi bir demokratik gavda qilib qurib chiqishni nishon qilganini izhorlashi o'z-o'zini aldash apparatining maydonga kelgan vaqti deb qarashga bo'ladi. Dalay Lamaning yinidagi ba'zi amaldorlar xufiyon holda muhojiratdagi Tibetlarga mundoq deydi. Dalay Lamaning bu taklifi amaliyotda Tibetliklarni vatanga qaytib berib, mustaqillik ko'rishini vatan ichida qilish fursatiga ega qiladi. Bunda xiyoldagilarga o'z-o'zini aldash degan so'zmu bak yengillik qiladi. Qolgan amaldorlar bo'lsa, muhojiratdagi Tibetlarning yuz berayotgan bu ishlardan o'zlarining necha 10 yildan beri kurash qilib yetmoqchi bo'lgan mustaqil davlatning yo'q chiqqanini bilib qolmaslik uchun ularning mustaqillikka zoriqqan qalbini davomli umidlantirdi. Ya'ni ularga Dalay Lama oxirgi qaror huquqini Tibet xalqiga qoldirdi deyish orqali Dalay Lamaning bayonotining
mustaqillik ko'rishiga zid emasligiga ishonishni xohlagan odamlarni qoyil qildi. Nurg'un odamlar buningga ishonib, umidlanib yurdi. Mana bu naq o'z-o'zini aldashdir. Ahvolning qanday qilib bu holga yetgani to'g'riliq har xil muloyiz qilishga bo'ldi. Ammo bu xil holatning shakllanishining cho'ng sababi Dalay Lamaga qo'shilmaslikdan kelib chiqqan ijtimoiy qiyinchiliklardir. Bu xil qiyinchiliklar bo'lsa, kishilarni butun da'vo bosqichiga gumon bilan qarashga va o'z-o'zini aldash yirismanligiga yetaklaydi. Bu xil yirismanlik bo'lsa, yuqorida aytilgan masaladan, ya'ni muhojiratdagi Tibetlarning o'z lideridan anglaganlari bilan elgakdan o'tmagan reallikning ularga isbotlab bergani orasidagi mos kelmaslikdan saqlanishga bo'lgan bir xil urinishdir. Bu bir ijtimoiy hosilotdir. Bu jamiyatda Dalay Lamaning bayonotlari muqaddas bo'lib, bu xil muqaddaslik kishilarni inchigilik bilan tekshirib tadqiq qilishdan mahrum qiladi. Aksicha bo'lgan bo'lsa-da, bularning hammasi funksiyalik liberal siyosiy gavda ishidagi normal ishlar bo'lgan bo'ladi. Shak shubhisizki, Dalay Lama uyushqoq bir Tibet muhojirat jamiyati va Tibet davosining mavjud bo'lishida hal qilg'uch rol o'ynab kelgan shaxsdir. Uning bu davodagi tarixiy roli va muhojiratdagi Tibet jamiyatini tutib turayotgan hozirgi rolidan tinib bilish mumkin emasdir. Mayli e'tirof qilsin yoki qilmasin, Tibetlarda Dalay Lamaning ideyasi va bayonotlarini mutlaq to'g'ri deydigan qarash mavjud bo'lib, bu xil qarash o'xshamagan darajada ziyon keltiryotidi. Bu shaxsga cho'qinishga bog'langan bo'lib, amaliyat hatto bu xil cho'qinishning markazidagi shaxs Dalay Lamadek obro'yliq ham rahimdil odam bo'lgan taqdirdami, uning ta'sirining ziyonli bo'ladiganligini isbotladi. Ya'ni qarshi fikrlar bo'g'ildi. Liderlar targ'ib qilgan prinsiplarda ching turishlar logikalik sabab asosidagi qoyil bo'lishdan emas, balki bu prinsiplarning qaysi martabadagi kishilardan kelishidan bo'ldi. Dalay Lamaning qilgan barliq yaxshi ishlarini nazarga olgan holatdimi, u haqiqatan bak ko'p yaxshi ishlarni qildi. Ammo bu xil holatning o'xshamagan fikrlarga bo'lgan to'sqinligi shuncha keng ifodalanyotdiki, hatto muhojiratdagi Tibetlarning cho'ng ijtimoiy muhitining bir qismiga aylanib bo'ldi. Shunlashqa har qanday so'rovlarda muhojiratdagi Tibetlar bo'libmi rahbarlik qatlamidagilar orasida ko'p uchraydi. Ammo yolg'iz ular bilan cheklanmaydi. Mundaq bir ko'z qarashni o'ttirib qo'ydi. U bo'lsa-mu, hozir mavjud bo'lgan muhojiratdagi demokratiya Dalay Lamaning Tibetlarga ato qilgan sovg'asidir. Diqqatinglar shuningda bo'lsinki, demokratiya Tibet xalqining tabiiy huquqi bo'lmasdan, balki Dalay Lamaning sovg'ati. Muhojiratdagi rahbarlar targ'ib qilayotgan bu xil tafakkur usulining demokratiya xalqning daxli ta'ruz qilg'ili bo'lmaydigan huquqidir degan ideya bilan sig'ishishi asosan mumkin emasdir. Necha kun ilgari muhojiratdagi Tibetlarning sobiq bosh ministri Samdong Rinpoche kishini qiziqtirgudek bir bayonot e'lon qildi. Ilgari Rangzan Tibet tilidagi erkinlik, ozodlik degan so'z tashabbuschilarni xatarlik deb ayblagan bu odam amdilikda Rangzan tashabbuschilari cho'qim Dalay Lamaga qarshi bo'lishi notayin dedi. Buningdek uchur nihoyat ochiq. Dalay Lamaning maydoniga qarshi chiqish, garchi yanada Dalay Lamaning o'ziga sodiq bo'lsa-mu, muhojiratdagi Tibet hukumati tomonidan Dalay Lamaga bo'lgan osiylik deb qarilib kelgan edi. Amdilikda bo'lsa, sobiq bosh ministr tomonidan keng qo'rsoqlik bilan tasdiqlandi. Bu Tibetga, ya'ni Tibet kimligiga sodiq bo'lishdan iborat bu oddiy hukmdan halqib o'tib, asosli Dalay Lamaga sodiq bo'lishdek bir ideya asosiga kelib to'xtadi. Ham bundaq ideyaning g'ayri-demokratik mohiyatini qonuniy kuchga ega qilish uchun Dalay Lamani demokratiya ato qilguvchi sifatida hammadan yuqori o'ringa qo'ydi. Muhojiratdagi Tibet rahbarlari har tarafdagi siyosiy kuchlarni rozi qilib, o'ziga beqindirishdagi uchburjak kuch tangpungliq o'yinini mundaq bir kalampay holatda o'ynab keldi. Ya'ni Rangzan tashabbuschilariga chandurmasdan ozroq madad berib qo'yib, orqadan ularni oshqun qilib tasvirlash orqali rahbarlik qatlamining eg'ib ketmasdan o'ttirida turadigan oqilona obrazini monopol qilib keldi. Samdong Rinpochening bu tasdiqini mushu o'yiniga bo'lgan qarshilik deb tushunsak xatolashmaymiz.
Albatta, muajiratdagi Tibet jamiyatida bir qism haqiqiy va ko'zga ko'rinarlik demokratik taraqqiyotlar bo'ldi. Ammo muajiratdagi Tibet qurilmasi va jamiyati demokratik ideya va demokratik qoidalarni o'ziga singdirdi deyish ma'lum darajada mubolag'alashtirganlik ham o'z-o'zini oldiganlik bo'ladi. Muajiratdagi Tibet jamiyati shakllanib, 50 necha yil o'tgan bugungi kunda tinchlik usulida Dalay Lamaga qo'shilmaslikni ifodalash uchun yuqori qatlamning haqovirlarcha kengchiligiga erishishni kutishning o'zi bu nuqtaning to'g'riligini isbotlaydi. Shaxsga cho'qinish mohiyatdan odamlarni zaiflashtirdi. Ba'zilar Dalay Lamadan qurol yoki qo'nchoq sifatida foydalansa, yana ba'zilar uning nomini shipi keltirishni munozaradagi tugunni yengishning ochqich qilib olgan. Shaxsga cho'qinishdan yetilgan tafakkur usuli balkim hozirgi rahbar Lobsang Sangayning ishxonasining bezilishida aniq ifodasini topgan bo'lsa kerak. Yaqinda uning ishxonasida tortilgan rasmlardan ma'lum bo'lishicha, u tamga oz deganda o'z surati tushirilgan ikki parcha tankani osgan. Ilova, tanka Tibetlarning buddizm mazmunidagi suratlar tushirilgan bir xil rasm san'ati. Albatta, bundaq deyish mayli u axloqiy jihatdan bo'lsin yoki amaliyoti bo'lsin, Xitoy Cumhuriyeti bilan muajiratdagi Tibet siyosiy qurilmasi o'rtasida biror o'xshashlikning borligidan derak bermaydi. Muajiratdagi Tibet jamiyati yoki Tibet jamoatiga qilingan unumli tanqid sababidan biror odamning qo'lga ilinishi, qiyin-qistoqqa uchrashi yoki o'ldirilishi yuz berishi mumkin bo'lmagan bir hodisadir. Shundaqla hammadan ro'shan yeri shuki, Tibetning ichida va muajiratdagi Tibet jamiyatida yuz bergan ishlarni o'zaro selishtirish samimiylik emas. Shundaqla ahamiyatimi yo'qdir. Ammo bu hargizmi birovni muajiratdagi Tibet jamiyatida mavjud illatlarni tanqidlashdan to'sishga sabab bo'lmasligi kerak. Bu illatlarning biri muajiratdagi nurg'un Tibetlarning funksiyasiga ega demokratik puhralar jamiyatining tuzilishiga bo'lgan tushunchasining mukammal bo'lmasligidir. O'tir yo'l prinsipiga nisbatan ilib aytsak, doim uchraydigan o'z-o'zini aldashning bir turi o'tir yo'l prinsipini ko'p sondagi Xitoylarni qo'lga keltira oladi deb hukm qilishdir. Hozirgi ahvoldan qaraganda, umidsizlik ichidagi zoriqishdan chiqarilgan hukm bo'lish ehtimolga yaqin. Bu yil atiyazda muajiratdagi Tibet hukumati ishlariga ochiq-oshkor holda aralashadigan Erkin Osiyo radiosining Tibetcha bo'limi, Erkin Osiyo radiosining raisinishi nurg'un Xitoylar Tibetga yesdoshlik qiladi degan temadagi aqlga sig'maydigan bir hikoyani e'lon qildi. Ham Xitoy cho'ng quruqliqidagi ko'pincha Xitoylar Tibet davosiga yesdoshlik qiladi deb bayon qildi. Bu mavzu va boshlanish jumlalari aniqla muajiratdagi Tibet hukumatining o'tir yo'l unumli bir siyosat, uning yarashishdan iborat bu tabiati ko'pincha Xitoylarning qo'llashiga erisha oladi degan qarashini quvvatladi. Halbuki bu hikoyani inchiklab o'qigan odam shuni bayqaydiki, butun hukm telefon orqali 30 Xitoydan so'ralgan savol-javob asosiga qurilgan. Bu naq Xitoyga bo'lgan o'z-o'zini aldash qarashini tushuntirib berdi. Ya'ni muajiratdagi ba'zi Tibetlar Xitoy Xalq Cumhuriyeti ichidagi qisman Xitoylarning Tibet buddizmiga bo'lgan qiziqishining eshib berishini, ularning Tibet davosiga bo'lgan qo'llashining ifodasi deb tushungan. O'tir yo'l prinsipimi shundaq deb aniqlama berdi. Bu qarashdagilar mundaq bir faktni nazardan saqit qilgan. Ya'ni Xitoy davlati ichidagi Tibet buddizmiga qiziqadigan nurg'un Xitoylar Tibet masalasi va uning ta'siri to'g'riliq nihoyatda oz savodga ega yoki cho'rtla hech nima bilmaydi. Amaliyotda bu jihatda ular g'arbda yashayotgan Xitoylardan farqlanadi. Amaliyotda doim so'riladigan Xitoylar Tibet to'g'riliq qanday o'ylaydi degan savolning javobi nihoyatda osondir. Tibet mutlaq ko'pchilik Xitoyning xiyoliga kiribmi qo'ymaydi. Esiga kelib qolsa-mu, faqat xalqqa oid qo'rqinchli feodallik zulmdan ozod qilingan bir rayon sifatida yoki siyosat bilan aloqasi yo'q holdagi sirliq bir holat tasavvur qiladi. Haqiqat shuki, ko'pchilik Xitoy vaqt sarf qilib Tibet to'g'riliq o'ylanmaydi yoki uningga ko'ngil bilmaydi. Amaliyotda xuddi 2008-yili namoyish bo'lganidek, Tibet masalasi avval xalqning nazar doirasiga kirganda
Xitaylardagi bu xil Tibet мәселесі to'g'risida astoydil o'ylanmaslik ularni tengirqashqa, texim ko'p hollarda g'azabga boshlaydi. Ya'ni Tibetlarning o'zlarini qulluqdan ozod qilgan Xitoylarning mehnatini bilmaganiga g'azablanadi. Bu deganlik Xitoy hukumat taratqullari va ultra millatchilar tarqatgan uchurlarni rad qilishga jur'at qilgan Xitoylarni nazardan saqit qilganlik emas. Undaqlar haqiqatan mavjud. Ammo ular Xitoy noposining kishi ishonmagan darajadagi kichik bir qismi. Ularni avomning pozitsiyasini hukumatninkini deyish ketmaydi. Ma'lum yo'linishga qarata ilgari surishda belgilik rol o'ynaydi deb qarash Xitoydagi fuqarolarning tabiatini xato tushunganlikdandir. Ammo muajiratdagi Tibet jamoatining nurg'uni mushundaq o'ylashga moyil. Shu sababdan Tibetliklar umidini Xitoyning ichida barg'ansiri zo'rayotgan Xitoy xalqining norozilik namoyishlariga bog'ladi. Bu xil ahvolni Tibet erkinligiga kengroq sahna hozirlaydi deb his qildi. Ammo ular ig'ir darajada xatolashdi. Xitoy Xalq Cumhuriyati tavasida yuz berayotgan ko'plagan noroziliklar haqiqatan diqqat tortdi. Ammo bu noroziliklarni Xitoyda keng ma'nodagi adolat va inson haqlari asosidagi Xitoy jamiyatining shakllanayotganidan darak beradi va bu xil yo'nalish Tibetliklarning orzusini amalga oshirishga turtki bo'ladi deb qaraydigan Tibetliklar amaliyotda bu noroziliklarning sabab natijalarini xato tushunganlardir. Xitoydagi yerlik norozilik harakatlari asosan konkret yerlik masalalarga aloqadordir. Bu davlat masalalari va davlat xarakterlik norozilik chetilgan norozilik namoyishlariga tubdan o'xshamaydi. O'z guruhisining manfaatidan olqib, keng ma'nodagi inson haqlarini qo'llab ovoz chiqarayotgan necha tal odamni hisobga olmaganda, takror aytaman, bundaq odamlar Xitoyda haqiqatan mavjud. Konkret norozilik qiluvchilarning shaxsiy manfaatidan halqagan ishlarni qo'llig'idek fuqarolar jamiyati haddidan tashqari ojiz holatidir. 1960-yillardagi Amerikaning fuqarolar huquqiy harakati mezgilida aqtayliklarning keng turda qo'llab-quvvatlashi bu harakatning natijaga erishishida halqiliq rol o'ynagan edi. Xitoylarning Tibetga bo'lgan qo'llashini selishtiradigan bo'lsak, buningga yaqinmi kelmaydi. Dastlabda deb o'tganimizdek, xomxiyol va o'z-o'zini aldash bilan o'tir yo'l siyosatining uzil-kesil mag'lub bo'lishi dastlabidinla bir-biriga zich bog'langan edi. Masalani aniq tunib yetmaganlikdan Tibetliklar 1970-yillardan boshlab barliqini do'g'i tikkan suhbat bosqichini Xitoylar so'zib o'ynashga muvaffaq bo'la oldi. Bu suhbatlar hech qanday natijaga erisholmadi. Ammo Tibet rahbarlarining 1980-yillardan ta 2001-yilgacha bo'lgan o'lchamlashgan tushuntirishi bo'lsa, Xitoy davlati Dalay Lamaning mustaqillik talab qilmaydiganligini tushunmayotidi deyish bo'ldi. Bo'libmi 1990-yillarda Dalay Lama va uning vakillari o'xshamagan xalqaro rahbarlar va siyosiy arboblarga takror holda Dalay Lamaning mustaqillik istamaydiganini bayon qilib keldi. Ham bu maydonini aniq ifodalash uchun Allohdan Rangzan mustaqillik tashabbuschilarini oshqun qilib sifatladi. Boshqa bir nuqtadan qarab baqsaq, Xitoy hukumatı Tibetlarning bu xil soddaligidan unumli foydalanib, Dalay Lamaning mustaqillik talab qilmaymiz degani yolg'ondir. U cho'qim o'z maydonini rostchilik bilan ifodalash kerak deb keldi. Dalay Lama ularning talabi bo'yicha o'xshamagan so'rovlarda takror izohlab keldi. Gerçi Xitoyning 1951-yili Tibetni o'ziga zo'rlab qo'shib olgan tarixiy dig'i bo'lsa-mu va Xitoy bayonotchisining so'zlari ishonchsiz bo'lsa-mu, Dalay Lama bilib bilmasdan Tibet mustaqilligiga qarshi asosli bayonotchiga aylanib qoldi. Bu Xitoyning foydasiga mangdi. Tibet rahbarlarining Xitoylar bizni tushunmadi deb o'ylab, Xitoy hukumatining talabi bo'yicha mustaqillikdan voz kechganini takror turda izohlab kelishi intayin kulkilik bir ishdir. Beijingda zo'r sondagi hukumat xizmatchilari Tibetga aloqador xizmat bilan shug'ullanadi. Shunga xotiranglarni jam qilinglarki, Dalay Lamaning og'zidan chiqqan har bir ig'iz so'zni ular inchik tahlil qilib keldi va davomli qiladi. Aksicha, Dalay Lamaning sargardon hukumatida bu xil xodimlar va talant kamchil bo'lg'achqa,
Xitayni va ularning siyosatini tushunishda intayin qiynalmoqda. Qaraganda, Tibetlarning Xitayning maqsadining bema'ni o'yinlar orqali vaqtni Dalay Lamaning o'limiga qadar so'zib, ondan o'zlarining Dalay Lamasini tiklashdan Xitoy buni allaqachon qaror qilib bo'lgan. İbaret ekanligini to'nib yetishiga xeyli yillar ketadigandak turdi. İçinarlıq shuki, tajriba saboqlar yangi ham xiyollarning uzluksiz paydo bo'lishini to'siy olmadi. Necha oy ilgari Xitoydagi nihoyat tuvan darajalik bir arbobning og'zidan Dalay Lamaning kelgusida Hong Kongni ziyorat qilishiga ruxsat qilinish mumkinchiligi to'g'riliq gap chiqib edi. Umidvor muloyizlar hamma yerni qopladi. Uning keynidilla chiqqan ma'lum rayonlardagi Tibet butxonalarida Dalay Lamaning rasmini esishga yo'l qo'yganlik to'g'risidagi bir qator xabarlar Xitoyning Tibet siyosatida zo'r burilish bo'lish mumkinchiligi to'g'risida umid tug'dirdi. Ammo uzun o'tmayla bu ikki xabardan tug'ilgan umidlarning xomxiyol ekanligi isbotlandi. Bu xil pat arada Xitoyning siyosatida zo'r o'zgarish bo'lishini ko'rish taqozosi dal o'ttir yo'l siyosatining reallikdan ayrilib qolganlik tabiatidir. Buningga o'xshaydigan hadislardan yana biri Xitoy rahbarlari orasidagi pozitiv belgilarni o'zlarining oxirgi nijotlik yo'li deb qarashdir. Agar buni surishtirsak, 1990-yillarda Dalay Lamaning Deng Xiaopingni doim qadinas do'stim deb tilga olganini deyishga to'g'ri keladi. Agar Deng buni bilgan bo'lsa, hayron qolgan yoki qaymuqqan bo'ladi. Buning qandoq do'stlikdan derak berishini tasavvur qilmoq basi mushkul. Bu ikkalarning uchrashib baqqani aniq. Lekin ular do'stmi? Ular bir-birini o'yiga patilishib baqqanmi? O'zlarining shaxsiy paranglarini deyishib baqqanmi? Va yoki Dengning 1950-yili Tibetga tajovuzchilik qilishga qo'mondonlik qilganini muzokara qilishib baqqanmi? Bularning hech qaysini tasavvur qilish mumkin emas. Garchi logika jihatda aqlga sig'masimi, ammo Deng to'g'risidagi bundaq ta'riflarning muhojiratdagi qisman Tibetlarga umid beg'ilishishini tushunishga bo'ladi. O'xshash sababdan Hu Jintao Xitoyning partiya va hukumat rahbarlik qatlamiga kirgandimi, uning Tibetdagi xizmat tarixini, garchi u qattiq qo'lliq bilan Tibetni bostirgan zulm tarixi bo'lsa-mu, ko'zda tutgan bir qism Tibetlar buni yaxshilikning bishorati, u Tibetlarga bo'lgan tushunchani o'z xizmatiga elib kirdi deb qiyos qilishdi. Ammo undaq hayron qolarlik yangilik yuz bermadi. Uning Tibetlar to'g'risidagi tushunchasi Tibetlarning orzu-armoniga yaqinmi kelmadi. Ammo bu yangi bir qatimliq xomxiyol to'lqinini to'siy olmadi. Xi Jinpingning huquq tutishi bilan fantaziyalik tasvirlarga yana talvilarcha umid qo'shildi. Bu qitimqisiga Xitoy siyosatida pozitiv o'zgarish bo'lish, hatto o'tir yo'l siyosatini qabul qilish mumkinchiligi qo'shildi. Bundaq deyishning asosi Xi Jinpingning dadisi, Xitoy inqilobiga qatnashgan yuqori darajalik amaldor Shi Zhongshuning muhojiratdagi bir necha tibetliklar tarafidan Dalay Lamaning yaqin do'sti deb tasvirlanganidan bo'ldi. Yana shu gap, bu yerdagi do'st degan so'zning haqiqiy ma'nosi nima? Lekin mayli qandoq bo'lsin, Xi Jinpingning tibetliklarni burunqidaklar, hatto texmi ig'roq bostirishidan keyin bu savollarga javob izlashning hojati qolmadi. Oxirida navbatda mavjud bo'layotgan o'z-o'zini aldash xiyoli bilan oxirlashtiraylik. U bo'lsa-mu, Tibet rahbarlari Xitoy hukmdorlariga Xitoy asosiy qonuniy va qonunlardagi avtonomiyaga aloqador belgilamalarining Tibetlarning o'tir yo'l prinsipi bilan tubdan mos kelganini to'xtamay tushundiraversa, amini natijaga erishgan bo'ladi degan qarash. Qiziqda. Xuddi Xitoy huquqdorlari o'z qonunining murakkab ham g'adirmash ekanligini bilmaydigandek. Yoki texmi payzirak tasavvur qilsak, ular o'z qo'lida qonunni o'zlari xohlagan shaklda tushuntiradigan hal qilg'uch huquq borligini bilmaydigandek. Muhojirat Tibet rahbarlik qatlamining bunday qilishidagi maqsadi avom muhojirat xalqini tuvandagi ikki nuqtaga ishontirishdir. Birinchi, agar ular Xitoy rahbarlariga Xitoy qonunidagi mazmunlardan dars bersa, Tibetlar haqiqiy avtonomiyaga erisha oladi. Ikkinchi, Tibet sargardon hukumati haqiqiy avtonomiya talab qilyotdi. Amaliyotda Lobsang Sangayning so'zi qaraydigan bo'lsak,
muaziratdagi barliq Tibet rahbarlarining istaydigini faqat ko'rinishdagila o'zgarishdir. Ya'ni Tibetdagi kompartiyaning rahbarlik o'rinlariga Tibetlarni qo'yishdir. Nəhayət aniqki, ular demokratik məşğulatlarni əməliləşdirishni tələb qılmaydı. Halbuki bu demokratik məşğulatlar haqiqiy avtonomiya deb atiladigan hər qandaq bir narsaning rasmiy funksiyaga ega bo'lishinin birdan-bir yo'lidir. Bu nuqtadan qaraganda, muaziratdagi Tibet qurilmasidagi sarxillar qatlami o'zini sal azroq aldaydigandek qiladi. Ammo faqat shu azroqla. Chunki ular hali ham qo'rqinchoqlarcha jimiyati bilib qarshilik qilish orqali Xitoyni suhbatga akilishga bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda mas'uliyatsiz siyosiy tanlashni qo'g'lashishni bularning izchil o'zgarmas maydoniga aylangan deyishga bo'ladi. Tibet sargardon hukumati bo'lsa, o'zining davomli mavjudligini qo'g'lashadigan qatmal bir gavdaga aylanib bo'ldi.